Ha do'stlar, biz o'sha yomg'ir sezonlariga yetib keldik mana. Koreyada yomg'irlar mavsumi start oldi va biz shu yomg'irda ham mana texnika tekshirgani keldik. Hyundai 145 talik 2018-yil 14000 soat ishlagan texnika Tojikistonga sotildi. Bu texnikani o'zimizni doimiy klientimiz olgan, bu texnikani o'zi olgan. Biz esa kelib mana inspeksiyaga tekshirib beryapmiz. Buni har doimgidek bilasizlar qanaqa tekshiruv qilishimizni. Ponni hozir kelib tekshirdik, yurg'izib ishlash jarayonlarini ko'rdik. Texnika yaxshi, juda ham yaxshi holatda. Bitta kovush 360 adapteri qisqichi o'zi bilan billa, yoniga bitta kovushlar qo'shib beramiz. Xudo xolasa mana bir sizlarga shunaqa yomg'ir bo'lishiga qaramasdan bitta ko'rsatib o'tib ketay. Mana. Bu texnika Tojikiston Xo'jandga chiqib ketadi, xudo xolasa. Bilasizlar, o'zimiz chiqarib beramiz, logistika o'zimizdan. Mana shu texnikani tez orada egasi turibdi, tepasi turibdi, tekshirib oldik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham doim bizga Arctic Holdingsga bog'lanaverasizlar. Bismillah. Mana ichlarini ham bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Monitorlari, kameralari hamma bor. Arctic Holdings kompaniyasi doimiy aloqa vositalari bilan 24/7 xizmatlarda bemalol bizga bog'lansanglar bo'ladi.